Assalamu alaykum, İstiqlal televiziyasının aziz görürmənləri. Oçuq söhbət proqramımızın yeni sanını görüşənlərini qızğın qarşılamız. Mən proqram riyasətçisi Sübünür Ömərcan. Hörmətli görürmənlər, həmmimizə məlum bolğandək 1999-cu ili Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Maarif Təşkilatının təsdiqləşi bilən 2-ci ayının 21-ci günü Dünya Ana Til Günü elan qılındı. Dünya Ana Til Günü qılıb elan qilishning maqsadi bo'lsa, millatlarninki tilininki mükemmellikini saqlash, millat tillarininki sarxilligini saqlab qelish və millatlarning öz ana tili bilan paranglashishini və öz ana tilini mükemmel derecede saqlab qelishni maqsad qilgan və bu bizga o'xshash Xitayning assimilyatsiyasi ostida turayotgan, hatto Xitayning qirg'inchiligi ostida turayotgan bir millat uchun nihoyatda muhim deb qarayman. Muhojiratdagi mushu 10 necha yildan beri biz Uyg'urlarmi mushu dunyo ana til kuniga nisbatan har xil tashkilotlar nomida muhojiratda har xil fəaliyyətlər bilan ana til gününü xatırlab gəldik. Bizim bu münasibət bilan bugün bu proqramımızda muhojiratdagi ana til ma'rifi haqida söhbətdə bo'lamiz. Proqramımızı başlashdan burun mən sizlərə bugünkü proqramımızın qimmatli mehmonlarini tanışdırıb ötək. Təcrübəlik ana til o'qituvchisi və muhojiratdagi shoira Abida Abbas Nasrin xanım. Abida xanım, proqramımız qatnashib berganligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Xo'sh keldingiz. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Programımızdan yeni bir küçük söyümlük mehmini var. Gollandiya'dan Azir Naq Meydan programımızı qatnışıvatqan Zübeyir Abdurrahman. Zübeyir, siz mi programımıza hoş geldiniz? Qatnışıb berginizga köpdən köp rahmet eytimiz. Onda bo'lsa, söhbətimizni muhojiratdagi ana til ma'rifidan başlaylı. Abida xanım, aldı bilan sizden so'rab baksam, hozir bu mushu biz Uyg'urlar asosan Turkiyada ko'p sonda, undan keyin boshqa davlatlar, Yevropa, Amerika, boshqa davlatlarda yashayapmiz. Endi bu mushu siz muhojiratda ana til o'qituvchilik qilyapsiz, ham maxsus maktabda dars beryapsiz, ham to'rlardan dars beryapsiz. Sizce mushu muhojiratdagi ana til o'qitishimiz qanday ketyapti? Mushu haqida qisqacha bir o'zingizningki tushunchasini so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Avval ana til kuni munosabati bilan muhojiratdagi barcha aziz mehnatkash ana til himoyachilarininki va suyumli ustozlarninki va ota-onalarninki ana til kunini qizg'in tabriklayman. Rahmat. Bu programmaga qatnashganligimdan ham intayin xushal bo'ldim. Bu programmani intayin ahamiyatli bo'lgan bir programmani uyushtirgan Istiqlol televiziyasi uchun ham rahmat aytaman. Boya deb o'tganingizdek, biz chet elga chiqqanimizdan buyon ana tilni har xil shaklda, ana til o'qitishni har xil shaklda olib beryapmiz. Bo'libmi Uyg'urlar ko'p o'tiraqlashgan davlat Turkiyada va Amerika, Yevropa taraflarda mushu yaqinqi bir necha yildan buyon to'rlarda bo'lsin, amaliy naq maydon darsxonalarda bo'lsin, mayli oila darsxonalarida bo'lsin, ana til o'qitishiga ko'ngil bo'lgan mana shunday bir to'lqin avj oldi. Buningki avvalgi boshlanishini boshlab bergan ustozlarimiz, ya'ni ana til himoyachilari va tashabbuschilari boshlab bergandan keyin bo'libmi shu Xitoyda irqiy qirg'inchilik kuchaygan shu 2017-yildan keyin shundan keyingi shu muhojiratdagi umumiy bir ana til muhitida cho'ng bo'lgan bir yuksalishlar, taraqqiyotlar bo'ldi deb qarayman. Shaxsan men shu irqiy qirg'inchiliklar davomlashishidan bir necha yil ilgari chet elga chiqqan bir Uyg'ur muhojirasi bo'lish suhbatim bilan men shu chet elga chiqqan vaqtlarimda meni his qilishimda bu bir ana til o'qishi degan bu temaga pek ko'p ahamiyat berish yo'qdi. Nihoyat ozdi, sanoqliq intayin oz holatda, balki ota-onalar talab qilganligi uchun dars o'tadigan odamlarni izlab berib, shunday qilgan
Şularmı şunchalik azalatni tashkillab qilgan bunda bir holatdagi bir muhitlarni uchratgan. Masalan, o'zimniki bolalarimni ana tili o'qitishda shularniki bir savodini chiqarish boshqa jihatlarimi men shunday bir izlanishlarga to'g'ri kelgan o'z vaqtida. Lekin shu 2017 yildan keyin masalan Tanuri maktabida, undan keyin Xandon muallimga o'xshash, Gulnar muallimga o'xshash nurg'unlagan ana til himoyachilari va ana til komitetiga o'xshash, masalan Uyg'ur akademiyasining Qanimqadagi ana til komitetiga o'xshash shunday tashkilotlar ana til ma'rifiga kuch chiqarib o'ziniki bor kuchi bilan tashabbus qilib ota-onalarni ham safarbar qilgandan keyin ota-onalardan bolalarimizni cho'qim bir ana til o'rgatmasak bo'lmaydi degan bir ideya shakllanib, ularni o'zining bolalarini ana til maktablariga olib berishni cho'qim bizning majburiyatimiz deb qaraydigan bir ang shakllangandan keyin bizningki hozirgi shu bir necha yildan buyongi muajirat hayotimizga ana til ma'rifiy muhitida yaxshi bo'lgan bir ko'rinishlar bo'ldi, ba'zi ma'lum bir taraqqiyotlar bo'lyotidi deb qarayman. Ammo yana bu yetarli emas, lekin ilgirki qilgan vaqtida yaxshi ziyolilarimizning tashabbusi, o'zimizning milliy mavjudligimizni saqlab qolish va o'zimizningki bu yosh bir yangi bir avlodlarningki kelgusidagi yaramli bo'lib chiqishi bo'lsin, milliy madaniyatimizni saqlash yoki o'zimizning Uyg'ur davosiga bo'lgan to'kbi jihatlardan bo'lsin, cho'qim ana tilning birdan bir ko'rik ekanligini qattiq tashabbus qilgan shunday bir kuchganning natijasida hozirga o'xshash nurg'un ana til kurslari ichildi. Masalan, nurg'un nomlarda biz Uyg'urlarni ko'ryapmiz. Masalan, to'rlarda har xil ana til darsxonalari ichildi. Aile muhitidami ana tilni intayin tashabbus qilgan, hatto bir-birimizning yoniga kelsak, ana til himoyachilari, ana tilni suydigan ota-onalar boshqalarning yoniga kelganda farqlanib turadigan. Masalan, balki odatda o'ziniki gap so'zini biroz diqqat qilgan, chet el tillarini aralashtirib so'zlashdan sal xijil bo'lgan degandek bunda bir muhit shakllandi. Bu bir tarafdan cho'ng bir yaxshi bir natija degilib bo'ladi albatta, ammo yana yetarli emas. Masalan, o'qitish programmalari jihatda yana to'liqlashga tegishli bo'lgan nurg'un material kamchiliklari va ana til o'qituvchilarining yetarsizligi, o'zaro tajriba almashtirib bolalarga texnik yaxshi bo'lgan unumli o'qitish usullari jihatda nurg'un yetarsizliklar bor bo'lsa-mu, lekin ilgirki qaragan vaqtda nurg'un yuksalishlar bor. Masalan, ana til kitoblari, yurishlik ana til kitoblari tuzib chiqildi. Masalan, undan boshqa shaxsiy nomlardan ana til himoyachilarininki va o'qituvchilarninki hamkorlik asosida nurg'un ana til materiallar tuzib chiqildi. O'qitish materiallari bo'lsin yoki bolalarning oilada o'qiydigan materiallari bo'lsin, nurg'un materiallar tuzib chiqildi va bu hozirgi bir sharoit ish bo'lmaganda bek alayda bir yuksalish bo'lmasimi, umumiy jihatdan bir ana tilga qiziqadigan, intiladigan, cho'qim qilishimiz tegishli bo'lgan bir ish deydigan bir narsa menimcha bo'lgan chog'da 50-60% Uyg'urlarninki ideyasida shakllanib bo'ldi deb qarayman. Köpten köp rahmet. Bugün şu muhaciratda tug'ilib cho'ng bo'lgan ana tilni şu chet elda o'rgangan va nayt yaxshi so'zlaydigan yana bir kichik mehmonimiz bor dedik, Zubayir. Zubayir, bizga o'zingizni qisqacha tanishtirib berasiz? Assalomu alaykum. Mening ismim Zubayir. 9,5 yosh kirdim. 9,5 yosh kirdingiz. Siz nerede tug'ilgan Zubayir? Turkiyada. Turkiyada tug'ildingiz. Hozir nerede yashayapsiz? Gollandiyada. Gollandiyada yashayapsiz. Zubayir, siz shu ana tilni qanday o'rgandingiz? Ana tilni opamdan o'rgangan. Apangiz o'rgansiz. Ya'ni uyda savodingizni oldi bilan ana til o'rganish savodimizni chiqarishdan boshlaydi-ku. Yezishni o'rganamiz. Undan burun uyda Uyg'urcha gaplashimiz hammamiz. Savodingizni kim chiqadi, qanday chiqadi? Opam menga shu harflarni o'rganib, hajlab o'qitib o'rgatgandi. Apangiz o'rgatdi. Nayt yaxshi. Mushu siz ana tilni savodingizni chiqarish yoki boshqa til adabiyot bo'ladi-ku, undan keyin savodimizni chiqarib bo'lgandan keyin mushu ana til o'rganish jarayonida sizga eng qiyin kelgan ishlar qaysi bo'ldi?
Bana ses gelgen harflerini bir-biriga qo'shish ses geldi. Hərflərini bir-biriga qoşuş. Rəhmət. Abide hazır Zübeyir'den anlap öttük. Öyde abam ögetti dedi. Hazır biz anlığımızdaki Zübeyir'ninki Uygurçusumu naiti yaxşı. Türkiye'de doğulup çoğun buldu. Hem şu nimide çet el muydu diye yaşavatıdı. Muşiyədən biz bayan dep ötdünüz. Bizninki növbətdəki anlatılma harfimiz yeterlik emas dediniz. Ama Zübeyir'e oxşaş küçük dostlarımızmı xeyli yetişip çıkıvatdı. Bu yerde hem de şu aileninki rolü en başta aileninki öydeki anılarının, dadılarının pek mühim rolü bağlıqını müşahidin körüp alalayımız. Sizden yeni şunu sorap bakım geldi. Bu muhaciretki anlatılma harfi diye vaktimizde bu rayonlardan rayonlara farklı nemdi. Mesela siz Otur Asya'daki oquvchilarga ders berip baktınız o deymen. Muşunu bir seliştirip bergen bolsanız. Buldum. Şahsen menimki özümning o'quvchilarimdan his qilganimda, masalan bu bolalarda Әміз оқшаш яштiki ana til o'quvchilari bo'lsinmi, bularninki ana til o'rganish saviyasida zo'r farqlar bor. So'zlashida bo'lsin, yozishida bo'lsin, uni anglab tushunib darsni qabul qilishida bo'lsin, zo'r farqlar bor. Masalan, Turkiyadagi o'quvchilarninki qabul qilishi, o'rganishi, tushunishi tezroq bo'ldi. Masalan, anglab tushunishi, yozishi, o'rganishi ham jihatdan boshqa bolalarga qaraganda, boshqa bolalarga qaraganda tez bo'ldi. Buningki sababi avval shu Uyg'urlarninki, ya'ni Uyg'ur o'quvchilarninki Turkiyadagi bolalarninki uchrashadigan muhitininki Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan rayonlar bo'lganligi uchun Uyg'urlar bilan ko'p uchrashishi, ular bilan ko'p aloqa qilishidan kelgan bo'lsa, yana biri hamda bizning shu Turkiyadagi Uyg'urlarning ko'pinchisi vatanda yashab, vatanda tug'ilib o'sgan, shundaq Uyg'urlar bo'lganligi uchun bularninki o'zlarininki oila muhitimi butunlay farqlanishi Uyg'urcha saf ana tilda balaga so'zlashimi ravan ana tilda bo'lganligi uchun bu bolalarninki ana tilini tushunishi, qabul qilishi nisbatan tez bo'ldi ekan. Ammo Yevropa, Amerika yoki O'rta Osiyo tarafidagi bolalarninki ko'pinchisiniki, bo'libmi O'rta Osiyadagilarninki ko'pinchisining ota-onasi shu yerda yerlik tug'ilib o'sgan shu Uyg'urlar bo'lganligi uchun o'zining milliy madaniyatini saqlab qolish uchun, ana tilini saqlab qolish uchun tirishayotgan. Ammo ular aslida vatanda ko'p yashamagan yoki berib kelib turayotgan, shunchalik darajada aloqasiz bo'lgan Uyg'urlar bo'lganligi uchun ularning o'rganishi ajoyib tez bo'ldi ekan. Nisbatan xeyli necha darajada tez bo'ldi ekan, tezlik darajasida yoki bolalar qaraganda. Ham bu bolalar bilan biz shu dastlabki vaqtlarda aloqa qurgan vaqtda shunchalik qiynalamiz, gapimizni tushuntirolmaymiz. Ularning gapini biz tushunolmaymiz. Bizning o'tirimiz bir tarjimon muhtoj bo'lib qolamizda. Mening gapimni o'quvchiga yetkazib berish uchun, o'quvchining gapini menga yetkazib berish uchun cho'qim bir bizning o'tirimiz bir tarjima bo'lishi kerak. Endi bu yerda bunda bir farq bor. Undan keyin Yevropa tarafda, Amerika tarafda bolalarning shu, bularninki bu kerak yozishda, tushunishda barcha farqlanmasmi, so'zlashda, ana til ravon so'zlashida ajoyib qiyinchilik bor. Chunki muhitda internet Uyg'urlardan jiroq bir muhitda yashaganlik uchun ham oila muhitida ko'pincha shu Yevropa, Amerika tarafdagi ota-onalarninki ko'pinchisi turmush va jiddiy turmush ehtiyoji bilan aldirash turmush ritmida bo'lishi mumkin. Oilasida hamda diqqat qilib ahamiyat berganlar oz sonni egallaydi ekan. Shunga bolalarning shu 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan ona tilini ravon chiqarishning eng muhim bosqichi bo'lgan bu vaqtni o'tkazayotganligi uchun ota-onalar buni keyin qilib olaymiz deb o'ylab qolganligi uchun keyin bolalarga bir besim tushirdik, o'ziga bir besim tushirdik, ona til o'qituvchisining shu kunimi og'irlashtirib ekanda. Bu bolalar so'zlashda intayin qiynalgan. Xuddi Uyg'urcha gap qilsa bir chet elliklar Uyg'urcha gap qilgandek bunday holatda qiladigan bo'ldi ekan. Lekin buningda cho'qim hal qilib ketgili bo'ldi. Men shunday farqlarni his qildim. Köpten köp rahmet. Bayam Zübeyir dep ötdi. Meninki şu ana til öğreniş jarayonida eng qiynalğınım hecilab o'qishi, harflarni bir-biriga qo'shish dedi. Bu faqat Zübeyir'il emas, bizninki o'quvchilardimi, bizninki bolalar farzandlarimizniki hammasida asosan ko'rildigan. Hatto yeshi cho'ngib, mushu men o'zimning ana tilini o'qishni, yozishni o'rgansam bo'ladi deydigan mushu Uyg'ur bolalardimi, yoshlardimi ko'rilayotgan bir masala ekan. Deymizmi, bizning Uyg'ur tilimizda ba'zi ko'pincha harflar 4 shakli bor, ba'zi harflarninki
ikki xil şəkil var degəndək. Siz əmdə təcrübəlik bir ana til oxutqucusu boluş sübtünüz bilən muşu məsələni qandaq qılğanda asan həll qıla alayımız. Başqa ana til oxutqucularına bir tavsiyə bərsiniz qandaq bolar? Buldu. Bayağı Zübeyir müşiyatını qılğan çağda mən köpünçe ballarda uçurayotgan şunda bir işni qayta isimga aldım. Balalar muş qo'shib o'qishga kelgan vaqtida qiynaldi. Arablarni tanıydı. Masalan, bir bo'g'imliq so'zlarni o'qiydi, lekin 2-3 bo'g'imliq so'zlarga kelganda qo'shib o'qiydigan yer kelgan vaqtida bulayliq o'xshamaydigan bir shaklda qo'shib qo'ydi. Qanday qo'shish uslubini bilmaydi. Shuningdek bu arabni, ya'ni bo'g'imlarni bo'g'imlarga qo'shib o'qishda bo'lsin, mayli bir bo'g'imliq so'zlarni o'qishda bo'lsin, bakrak nima bakrak asos turdi degan chog'da mening tajribamga asoslangan vaqtda bolalar bo'g'imga ajratishni yaxshi tushunish kerak. Bo'g'imga ajratishni yaxshi tushunish kerak va bo'g'im bo'yicha o'qish kerak so'zlarni. Bo'g'im bo'yicha o'qishni o'rgatish kerak ana til o'qituvchilari. Bo'g'im bo'yicha o'qishni o'rgatgan vaqtida bularda asta shu mashq qilish jarayonida so'zlarni bo'g'im bo'yicha o'qish va bo'g'im bo'yicha bir-biriga qo'shib qanday qo'shib o'qiydigan bir inkas shakllandi. Bu bo'g'imni ayrishiga va bo'g'imga ayrishni o'rganib bo'lgandan keyingi mashqiga munosabatli bo'ldi. Köpdən köp rəhmət. Nəhayət yaxşı bir usulunu dəb berdiniz. Yəni bu bo'g'imga ayrışını çoxum balalarga yaxşı öyrətkəndə həm oxuş yazışda çox faydası oldu ikən. Əmdi Zübeyir sizdən yeni bir sual sorğum gəldi. Çoğ bolğanda nəm buluş arzuyunuz var? Mening tish doktor bo'lish arzuyim bor. Tish doktor bo'lish arzuyunuz var. Nəhayət yaxşı. Muşu əgər siz çoğ bolğandan keyin sizden keyinki yana muşundaq Uyğur farzandları yetişivatıdı o hazır. Mesela siz çoğ boldunuz, yana kiçik balalar var deyli. Ularning mu yana özünün ana tilini öğrenişige ihtiyacı buludu. Sizning aşı balalarga yana öz ana tilinizni öğütüşdek bir planınız mı var mı? Yo'q. Yo'q, men demişqa yo'q. Aslında Zübeyir naydı yaxşı öğünübdə Uyğurcun mən Zübeyirni tanıyman. Burundan naydı ravan yaxşı sözləyələydi. Amma bu Türkiyədəki bizningki balalar bu türkçe bizning Uyğurcaga bək yaqin bolğanlıq üçün asanla Türkiyədəki balaların ağzı türkçəyə qeyib getəmdi. Balalar emas bizning şu ən çoğ hazırki bizdeki məsələ muş bolwatıdı. Amma Zübeyir naydı yaxşı bu məsələni həll qılıb kəpdi. Şunu sorğandım. Sizningcə Abida xanım bizning hazırғы əmdə biz vətəndə oqub çıxdıq, balalarga ögütüvatımız ana tilini. Bizdən keyingi avlodlarda bu ana til oqutuşu qandaq bolar? Nəhayət yaxşı sual oldu. Yəni çoxur oylanışqa tegishli bir ciddi bir təxirsiz bir sual deb o'ylayman. Mushu bo'libmi irqiy qirg'inchilik davomlashgandan keyin chet elga chiqqan Uyg'urlar, ya'ni muajiratdagi hozirgi biz Uyg'urlar mushu umumiy bir millatningki oxirgi kelgusi desakmi bu hargizlik ortiq ketmaydi. Chunki biz ko'rayotgandek vatanda butunlay bizning tilimizdan ayirib etgan Xitoycha ma'rif bilan bolalarimizni, yoshlarimizni tarbiyalayotgan shunday bir muhitda faqat Uyg'ur ona tiliniki mavjudligi faqat chet elda bor. Bu faqat chet elda mavjud bo'lib tura oladi va taraqqiy qila oladi va keyingi avlodlarga ulusha oladi. Ammo biz mushu bir yosh avlodlar va hozirgi mushu muajiratdagi Uyg'urlar ona tilga intayin ciddi bir holatda qarab bak kuchimisak bu bizdan keyingi bizning hozirgi mushu muajiratdagi bolalarimizga yaxshi holatda asos bo'lib yetmasa bizningki bu bolalarimizning bolalariga yetib bora olishini shaxsan buningki bir 30 yil 20-30 yilga bora bormasligini shaxsan men qiyos qilolmayman. Balki bu til yo'qolib ketadi. Lekin buning uchun bakchang turishimiz kerak deb o'ylayman. To'g'ri deysiz. Hozir bizdagi mushu muajiratdagi ona til ma'rifida meningcha bizdagi eng chong masala
asasen biz balalarning savodini chiqaryapmiz. Ya'ni savod chiqarish bilan cheklanib qilyapmiz dek bo'ldi. Endi uning ustiga yuqorilab til adabiyot qismini o'tadigan, ya'ni maktablar azroqmiki deb o'ylayman. Chunki hamiyada savod chiqardi ekanmiz. Aslida bu adabiyot qismini o'rgatishmi, sizmi bilasiz o'zingizmi o'qituvchi. Balalarga aslida vatanni suyish, millatni suyish, mushu vatanparvarlik, o'zining eng muhimi kimlik. Kimlikni tanıtışda pek muhimdi. Mushuninga hem ata-onalar hem nimalar pek diqqat qilishgan deb o'ylayman. Endi yana bir savol so'rsam Abida xonim sizdan. Siz o'zingiz shoira, sizni muajiratdagi qarindoshlarimiz hamiz tanıydı. Şiir yazıp kelyapsiz. Biz bu ana til gününü xatirlaganda doim balalar uchun faoliyat qilamiz, balalar uchun bekroq kuchaymiz. Bu qilganimiz to'g'ri, shunday qilishimiz kerak. Bayam degandek bizdan keyin yana keyingi nasllarga yana shu tilni o'rgatgidek darajada yana o'qituvchilar lozim, yetishib chiqishi kerak. Biz çoğunlar muş ana til üçün biz nimalarni qilyapmiz? Amaliyotda bizningmi eng cho'ng mas'uliyat bizdigu. Sizningcha mushu muhojiratlik adabiyotimizning ahvoli qanday bo'lyapti? Yaxshi bir savol so'radingiz. Ana kun munosabati bilan siz degandek shu balalar programmalari, shu ana til kunini xotirlash uchun balalarni sahnaga olib chiqish uchun nurg'un tayyorliklar, shu balalarni asos qilgan ishlar bo'lyapti. Lekin ana til degan bu adabiyot ikkisi bir-biri bilan zich munosabatli bo'lgan bir narsa, ammo bu ana til kuni munosabati bilan cho'nglarning bir faoliyatiniki bo'lganligini men ko'rmadim. Ammo til adabiyotimiz uchun chet elda kuch chiqarayotgan tashkilotlar, shaxslar bor albatta. Savolingiz qolmay qayta so'rayotsangiz bo'pti ekan. Mushu bizning hozir muhojiratda cho'nglar, biz yana cho'nglar, bizning ana tilimiz uchun biz nima ish qilyapmiz? Ya'ni bizningki adabiyotimiz qanday ketyapti? Ya'ni ana til kuni munosabati bilan cho'nglarda bir faoliyat olmadı, ammo bizningki Uyg'ur adabiyoti chet elda asosan yo'q deyarli holatda taraqqiyotda desak bo'ladi. Masalan, Dünya Uyg'ur Yozuvchilar Uyushmasi degan bir uyushma bor chet elda. Bu uyushma Uyg'urlarniki, ya'ni vatandagi adiblarniki ularning huquqini qo'llash va muhojiratdagi Uyg'ur adabiyotiniki mavjudligini saqlash va taraqqiyot uchun qo'ldan kelgancha kelayotgan tashkilot. Undan boshqa yana nurg'un tashkilotlar va shaxslar bor, qo'ldan kelgancha qo'llab kelyapti. Ammo chet eldagi ana til ma'rifiga bo'lgan tashabbusniki va ana til ma'rifiga bo'lgan ya'ni yordamlarniki, qo'llashlarniki turtkisidan, ya'ni buniki yetersizligidan bo'lishi mumkin. Ya'ni ana til o'qitishniki yetersizligi va muhitiga o'xshashlar adabiyotnikimi o'xshamaydi. Ya'ni hozirgi nimadan muhojiratdagi ta'siri natijasi, ya'ni bu intayin tuyan bir holatda deyish bo'ladi. Abay deb o'tib ketgan burunga qaragancha ana til ma'rifiniki yaxshi bo'ldi, ammo Uyg'ur adabiyotida u qadar bir cho'ng taraqqiyotlar va biz o'ylagandek bir chuqur bo'lishga tegishli bo'lgan bir natijalar borligi kelmadi. Lekin yanala burunga qaragan vaqtida yaxshi bo'lgan natijalar borligi keldi deyishga bo'ldi. Masalan, yosh yozuvchilarimizdan bir neçəylə hammamizga tanish bo'lgan romanlarni nashr qilgan bo'ldi, she'r to'plamlarini nashr qilgan bo'ldi, o'zining asarlarini xalqaro jurnallarda, xalqaro shunday matbuotlarda e'lon qilgan bo'ldi va o'ziniki adabiyot san'atdagi, ya'ni adabiyotdagi talanti bilan Uyg'ur davosini ko'riklik rol o'ynatqizib, mush holatda yana Uyg'ur davosini birlashtirib xizmat qilganlar bo'ldi. Ammo proza asarlarda, ya'ni post hikoya roman degandek, endi buni post proz asarlarda chuqur taraqqiy qilishga tegishli bo'lgan, texmo ko'p asarlar yozilishga, chiqishga tegishli bo'lgan bunday bir sharoitda, ammo bunday bir narsalar bizning kutganimizdek chiqqani yo'q. Yo'qdan yaxshi holatda bir mavjud bo'lib turyapti, ammo bu hargiz bir yetarli emas, intayin bir tuan nisbatdagi bir narsalar, natijalar deb qarashga bo'ldi. Nayt to'g'ri dedingiz.
Rahmat sizga. Demisimi mundaq bir gap bor, so'z uchib ketadi, ammo yezib qo'yganimiz yeziq qilib qoldi deb. Mesela biz hozir nimani madaniyat zo'r inqilobi vaqtida bo'lganlarni cho'nglardan ancha-muncha anglaydik, lekin mushu Uyg'ur adabiyotidagi mushu madaniyat zo'r inqilobi tasvirlangan romanlardan shu vaqtda qanchalik qabiy ishlarning bo'lganligi, shu vaqtdagi tarixlarni biz ashada ko'rib yashayotgandek yaxshi bilalaymiz. Shunga o'xshash hamda mushu muhojiratdimi cho'qim bir ishg'ol adabiyoti demdik yoki muhojirat adabiyoti bo'lamdi yoki Abdurahim Davlat muallim o'tganda bir nimasini o'qigandim, maqolasini muasir adabiyoti yezish maydonga kelish kerak debdi. Bu nihoyat yaxshi bir fikr bo'libdi. Mush yerdimi, ya'ni cho'nglarnimi bu ana til uchun faqat kichik bolalarga o'rgatish bilanla biz bu ana tilga ahamiyat bergan bo'lib qolmaymiz. Mush yerdimi bir chaqir qilgan bo'layli. Nihoyat yaxshi deb berdingiz. Endi mushu ana til munosabati, ana til kun munosabati bilan Zubayrni o'zi yaxshi ko'radigan bir she'r o'qib berishga taklif qilsak qanday bo'lar? Oldu. Qaysi she'rni o'qib bermoqchisiz Zubayr? Ben sizlerge Qutlug' Shavqining Yotur degan she'rini o'qib bersam bo'lamdi. Qutlug' Shavqining Yotur degan she'ri bo'ldi. Körmegil Qashqarnikan, bu joyda merdanlar yadur. Hazreti Sultan Sutuq Buğrayı xaqanlar yadur. Xalq uchun qurban bo'lib, düşman bilan qilgan kurash, ol shahidu qahramon olib arslanlar yadur. Nur chechib qutat o'blik, xalqni qilgan baxtiyor, xos Yusuf Hojibga o'xshash ahli irfanlar yadur. Yadigar aylab jahonga yazdi divan lug'at, Mahmudil Kashgar kabi ahli sharaf shanlar yadur. Eyligen şevqini mebdun el üçün nurlar çiçip, bu şehirde köpligen halk oğlu insanlar yadır. Köpten köp rahmet. Rastla nayt yaxshi bir she'r. Qachon o'qisam bu she'rni shu nim bo'lib ketaman, nayt hayajonlanib ketaman. Bak yaxshi yezib ekan Qutlug' Shavqi. Mush program munosabati bilan rast Qutlug' Shavqi dedik, shoir jadidchi eng burun nashriyatchilik ishlari bilan shug'ullangan. Hoji Qutlug' Shavqi haqida mushu bo'libmi muajiratda bak xato bolalarga xato o'rgatilayotgan ham dars kitoblarga xato yozilayotgan bir nuqta bor. Ana til degan she'r bor. Masalan, hammamiz bilamiz-ku, ana til bilgan kishining deb boshlaydigan she'rni Qutlug' Shavqining deb amayat yoziqliq. Bu ilmiy tadqiqotlar bilan bu she'rning Qutlug' Shavqining emas, Abdullah Naimining she'r ekanligi isbotlangan. Shunga yana bu program munosabati bilan mushu ana til o'qituvchilarininki bo'libmi mushu nuqtaga diqqat qilib qo'yishini so'raymiz. Unda bo'lsa Abida xonim sizga eng oxirida bir savol, yana bir so'rab olsam. Endi biz Uyg'urlar bayam azroq mushu ana tilimizningki kelajagi haqida deb o'tdik. Yana biz nimalarni qilishimiz kerak? Bizning qiladigan ishimiz bekchi haqiqatan, lekin hozir cho'qim qilishga tegishli bo'lgan ishimiz qaysilar sizningcha? Bo'ldim. Siz shu ana til o'qitishi, ana til ma'rifi jihatdan biz nimani qilishga eng ehtiyojli degan savolni so'raysiz, shundaqmi? Bayı ötep ketkinimizdek mayli ana til o'qitish jihati bo'lsin, Uyg'ur adabiyoti jihati bo'lsin, yetarli bir natijalar yo'q. Ilgarikidan yuksalishlar bor muajirat hayotida. Ovozim biraz ziynatam domina. Men o'zimning ovozim sal aralashib ketgandek his qildim. Biz chet elga chiqqandan buyon mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, shu chet el hayotidagi nurg'un yangi muhitlar va nurg'un ishki tashqi bichimlar sababdan haqiqatan biz ro'yi jihatdan bo'lsin, mayli moddiy jihatdan bo'lsin, har jihatdan qiyinchilik bir holatda turyapmiz. Haqiqatan bir tik turmasak bo'lmaydigan, to'lqinga qarshi egilmasak mavjudligimizni saqlay olmaydigan bir holatda turyapmiz. Hammamizga oson emas. Yashash oson emas, ammo Uyg'ur bo'lib yashash haqiqatan oson emas. Undan bo'lgandan keyin
biz özümüzni qo'yuversak, har xil bahona sabablar bilan biz hech qanday ishni qilolmaymiz. Mayli ana tilimiz bo'lsin, mayli Uyg'ur adabiyotimiz bo'lsin, biz hech qanday ish qilolmaymiz. Kayfiyatimiz yaxshi emas, bizga zulm keldi. Bizning kayfiyatimiz yaxshi bo'lmasa, bizning ro'yxatdan bunda bo'lib ketib qolsak desak, biz haqiqatan hech ishni qilolmaymiz. Ammo biz shu qiyinchiliklarni yengib turib, uningga qarshi turib, o'zimizning kayfiyatimizni o'zimiz kontrol qilgan holatda kuchli bir energiya bilan avval o'zimizni rasmiy tayyorlab turib, haqiqiy holatda bu yo'lga kirishimiz kerak. Bir kun qilib qo'ydigan, bir oy qilib qo'ydigan, bir yil qilib qo'ydigan, qo'shimiz kelganda qilib qo'ydigan emas, balki cho'qqim qilmasa bo'lmaydigan bir narsa deb tunishimiz kerak. Avval tushunchamizni to'g'rilashimiz, bu tushunchimizda bu nuqtani cho'qim oydinlashtirishimiz kerak. Undan keyin biz shu ana til o'qitishiniki, ya'ni muajiratdagi ana til ma'rifiniki bizning jinimizga o'xshash, bizningki shu yuragimizga o'xshash, ya'ni eng muhim bir halqiliq narsa ekanligini cho'qim oydinlashtirib olgandan keyin shuning uchun mayli oilada bo'lsin, mayli o'qituvchilar bo'lsin, mayli jamiyatda bo'lsin, qo'limizdan kelgan har narsani qilishimiz kerak. Oilada ota-onalar bolalarimizga cho'qim uyg'urcha sof tilda gap qilishimiz kerak. Boshqa millatning tilini cho'qim o'rganishimiz kerak. Albatta o'rganmasak bo'lmaydi. Ammo ana tilni yaxshi bilmagan bir bola o'zining ana tiliga bo'lgan hurmatini, ana tiliga bo'lgan ehtiromini, uning qimmatini bilmagan bir odam boshqa bir millatdan ya'ni uning o'rganishga tegishli taraflaridan o'rganib, uningdan bir narsani haqiqiy holatda yaxshi bir o'ziga qabul qila olishiga, uni bir natijaga aylantira olishiga hech kimningki ko'zi yetmaydi. Ham bu bir saxtalik bo'lib qoldi. O'zimizning ana tilimizni yaxshi o'rganmay turib, biz u boshqa narsalarni farzandlarimizda yaxshi o'rgatmay turib, bolalarimizga mayli boshqa taraqqiyotlar bo'lsin, boshqa texnikalik bilimlar bo'lsin, bolalarimizga haqiqiy ichidan buni yetildirolmaymiz. Shunlashqa oilada bo'lsin, mayli jamiyatda bo'lsin, mayli maktablarda bo'lsin, biz chuqum har jihatdan qo'limizdan kelganicha tirishishimiz kerak. Bo'libmi ota-onalarga qilgan tavsiyam bu ana til o'qitishi, ana til ma'rifi maktabdagi ana til o'qituvchilarining ishi emas. Ana til o'qituvchilari 1-2 soatlik dars berib qo'ysa, ana til kunda dars shunday faoliyatlarni o'rinlashtirib qo'ysa, qatnashtirib qo'yadigan ish emas. O'zimizning tilimizga o'zimiz mas'ul bo'lishimiz kerak. Avval bu bolalarga chuqur sap Uyg'ur tilida gap qilishimiz kerak. Bolalarimizni sap Uyg'ur tilida so'zlashga da'vat qilishimiz kerak. Buni biz bir muhofazat shaklida olib berishimiz kerak. Bu boya deb o'tganimizdek bunday qilam deb o'tib ketadigan masala emas, balki biz buniga ko'ngil bo'lmasak, bir millatningki mavjudligiga berib taqishadigan bir narsa. Shunga biz avval tushunchamizni cho'qim qat'iylashtirishimiz va buniga bir mas'uliyat bilan jiddiy holatda qarashimiz kerak deb shuni tavsiya qilganim. Rahmat. Ko'p rahmat. Abay deb o'tganingizdek, bu agar biz diqqat qilmasak, ahamiyat bermasak, ching tutmasak, o'zimizning jinidek bilmasak, yo'qolib ketish xavfi bor dedingiz. Demisimi, shu nimada ijtimoiy fanlar bilimida shundoq deydi ekan, bir millatningki an'anasi, har qanday bir an'ana 4 avlod davomlashsa, bu yashaydi ekan. 4 avlod davomlashtiramasa, buning yo'qolib ketish ehtimolligi nihoyat yuqori ekan. Shunga biz hozir bolalarimizni o'rgatyapmiz. Cho'qim biz bolalarimizga %100, hatto 100dan oshirib o'rgatishimiz kerakki, ularmi keyingilarga nima qila olish kerak. Ko'pdan ko'p rahmat. Zubayr, sizdan oxirgi bir savol so'rab baqsam, sizga o'xshash kichik do'stlarga mush ana til o'rganish haqida nimalarni deganingiz bor? Jir kitob o'qisa. Jir kitob o'qisa. Nihoyat yaxshi. Rahmat sizga Zubayr. Haqiqatan jir kitob o'qiganda ham o'zimizningki nimamizni, ana til saviyamiz oshirg'il bo'ldi, ham dunyoga boshqacha bir ko'z bilan qarag'il bo'ldi. Nihoyat yaxshi taklif berdingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Ishqilinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Qimmatli vaqtinglarni chiqarib qatnashib berganliginglar uchun. Ham Abida xonim sizningmi yillardan buyon ana til xizmati uchun ko'rsatgan töhfalaringiz, xizmatlaringizga va sizningki shu xizmatdoshlaringizga, kasbdoshlaringizga muojiratdagi hammalarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Zubayr, sizga rahmat. Sizga o'xshash ana tilini suyib, yaxshi o'rgangan boshqa kichik do'stlarimizga rahmat aytaman. Shunaq davom qilinglar. Keyincha yana bizga sizlarga o'xshash ana til o'qituvchiligi qila oladigan yoshlar lozim bo'ldi. Sayın köp rahmat. Rahmat.
Aziz ko'ruvchilar, ochiq suhbat programmamiz vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar, Allohga omonat.